200 metr masofada 160 talik turba bilan suv chiqdi. 160. Yana zavr bu. Yahayam bu. Jahannam bor. 200 metr masofa, 12 metr podyon. Suv o'ta go'zal. Bu 160 turba bilan video qanchalik yetkazib beryapti bilmayman. O'tirganimda kichkina ko'rinyapmanmi deyman degan video короче. Suv normalmi? Xudo xolasa. Masofa 200 metr. Mana shu transformatorning orqasida. Sen emas, transformatorni olyapman. Yo'q, Instagramga. Yo, YouTube'ga. Nega? Men YouTube'ga mana shunaqa video yuklayman, ko'rib maza qilasan. Mana shu holatda, mana shu turba mana shu joydan kelgan. Ikki holatdasi. Ana shu transformatorni tagida 10 metr 12 metr pastlikda soy bor. Soydan olib chiqib, bu yoqqa yana bir 3 metr podyomga tiralib kelyapti-da. Mana shu holatda tashlayapti. G'alla ekinlari juda ham suvga muhtoj. Albatta kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'ylanib turgan akalar bo'lsa, bemalol ekranda turgan nomerlarga telefon qilishlari mumkin. Imkon darajasida qo'ldan kelgancha suvlaring chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz do'stlar. Shunaqa, suv baribir yaxshi ob-havo. Bo'ldi, o'chirishaversin. Suv ketdi. Xullas, shunaqa do'stlar.